Assalomu alaykum. Noldan taxlangan 555 markadagi zil sotuvga chiqdi. 1991-yil yashil hakki. Dokumentlarida umuman muammosi yo'q ekan. Motori zil, yangi perigon ekan. Korobkalari, zadniy moslari noldan taxlangan, vobshe idealniy holatda ekan. Ramasi toza, yorilmagan, but-butun ekan. Diska balonlari Euro ekan, absolutni yangi ekan. Tormoz sistemalari KAMAZnikidaqa qilingan havoli. Gaz balonlariga 120 kubli gaz ketar ekan. Maz resor ekan, radiatorlari yangi antifrizda ekan, kabinalari polnosti shumka qilingan ekan. Ikkitalik silindrlarda umuman muammosi yo'q ekan. Akkumulyatorlari yangi holatda. Narxiga keladigan bo'lsak, imkon darajada tushirib $15,500 ga qo'ydik. Bu videoni barcha gurzo'y sohasida yuradigan aka-ukalaringizga jo'natib qo'yish esingizdan chiqmasin. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan ham zo'r videolar hali oldinda. Kommentariyada mana shu zilimizni narxi qimmat, past degan izohlarni qoldirib ketish esingizdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunda ko'rishaylik akalar.